Odatdagidek har faslni bir tarixiy shaxs haqidagi video bilan yakunlaymiz. Bu safar esa buyuk hadis olimi Imom Buxoriy rahimahullohi alayhining hayoti haqida gaplashamiz. Endi esa men bilan quyidagi noqulay holatni tasavvur qilib ko'ring. Imom Buxoriyning shuhrati allaqachon Iroqgacha yetib borgan edi. U yerda ham ilmiy salohiyati, kuchli yodlash qobiliyati bilan tanilgan edi. U Bag'dodga kelayotganini eshitgan odamlar uni g'olib qahramondek kutib olishdi. Lekin u yetib kelgach, u yerdagi hadis ilmi ulamolari unga tuzoq tayyorlashgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadislarini yod biluvchi 10 ta hadis olimi va har biri Imom Buxoriyga odamlar oldida hadislar haqida 10 tadan savol beradigan bo'ldi. Ya'ni jami 10 kishi 10 tadan savol beradi, jami 100 ta savol. Imom Buxoriy ularga "Xo'p, yaxshi, nega o'zingizni qiynab turibsiz? Qani marhamat" dedi. Birinchi kishi savol berdi: "Muoz Maysaradan rivoyat qilgan hadis haqida nima deysiz? Unda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar." Imom Buxoriy unga "Yo'q, Allohga qasam, bu hadisni bilmayman" dedi. Mayli, ikkinchisiga o'tamiz. Muhammad Saiddan rivoyat qilgan hadis, unda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam "Ey falonchilar" deb aytganlar. Imom Buxoriy "Yo'q, bunday hadisni ham bilmayman" dedi. 3-chi, 4-chi, 10-chi, keyingi odam chiqdi, undan keyingisi, yana boshqasi. Va oxir oqibat 100 ta hadis so'raldi, lekin Imom Buxoriy barchasiga "Bilmayman, vallohi bu hadislarning birortasini ham bilmayman" dedi. Odamlar esa qo'llarini bir-biriga urib hayratda: "Vojib, qanday katta umidlar bilan kutgan edik. Endi esa o'sha mashhur Buxoriy shu kishimidi o'zi?" Hadis ilmining peshvosi Imom Buxoriy ularga dedi: "Sizlar hadislarni aralashtirib yuborgansiz, rivoyat zanjirlarini teskari qilib, hatto hadisning matnlarini ham chalkashtirib qo'yibsiz. Masalan, birinchi kishi Muoz Maysaradan rivoyat qilgan deb aytdi. Holbuki bu sanad 3-chi kishi aytgan 7-chi hadisning sanadidir, lekin aralashtirib yuborilgan." Ular "Ha, to'g'ri, biz sizni sinab ko'rmoqchi edik xolos, lekin siz bu hadisning birinchisi, bu esa 27-si ekanini qayerdan bildingiz" deyishdi. Imom Buxoriy ularga dedi: "Kelinglar, sizlar aytgan xatolik bilan o'qilgan 100 ta hadisni men boshidan oxirigacha 1, 2, 3, 4, 5, 7 deb sanab chiqaman." So'ngra Imom Buxoriy ularning xato ravishda aytgan 100 hadisining hammasini bir marta o'tirib, birma-bir to'liq aytib berdi. Keyin yana ularning barchasini to'g'ri ketma-ketlikda hadisma-hadis qayta aytib berdi. Bu yerda savol tug'iladi: rostdan ham bir odamda bunday darajada xotira bo'lishi mumkinmi? Imom Buxoriy kim edi? U buncha narsani qanday eslab qolgan? Nega u Sahih Buxoriyni yozdi? Sizlar bilasizlar, men shayx emasman va bu masalaga diniy tomondan yondashmayman. Bizning o'zimizga xos mantiqiy yondashuvimiz bor. Shu orqali bu hikoyani aytib beramiz. Qani boshladik. Miloddan avvalgi 477-yilda Saymanaydis ismli Yunon shoiri bo'lgan. U bir kuni qirol uyushtirgan ziyofatga bordi va o'z she'rini o'qidi. Qirolga she'r yoqmadi va uni ziyofatdan haydab chiqardi. Shoir tashqariga chiqishi bilan darrov saroy qulab tushdi va ichkarida kim bor bo'lsa, hammasi halok bo'ldi. Hatto Yunon toshlarining og'irligi ularni shunchalik ezib tashlagan ediki, yaqinlari ularni taniy olmay qolishdi. To Saymanaydis kelib, qasamki bu falonchining o'tirgan joyi edi, bu uning yonidagisi, u orqasida o'tirgan edi, bu esa oldida edi, deb aytmaguncha. U faqat she'rni o'qiyotganda qaragan birgina manzaradan u yerda bo'lgan 2000 kishining o'tirgan joylarini eslab qolgan edi. O'shanda odamlar unga butun yurakdan ishonishdi, chunki u juda kuchli xotiraga ega bo'lgan odam sifatida mashhur edi. Janob, siz bizga 1200 yil yoki 2500 yil oldingi insonlarning xotirasi haqida gapiryapsiz. Ishonmasangiz, men sizga hozirgi biz yashab turgan zamonamizdan ham misol keltirmoqchiman. Amerikalik shifokor Alex Mullen haqida. U 2015, 2016 va 2017 yillarda ketma-ket dunyo xotira chempioni unvonini qo'lga kiritgan. Alex o'sha paytda tibbiyot talabasi edi. U 1 soat ichida 3029 ta raqamni yodlab olgan edi. Uni sinab ko'rganlarida har bir raqamni o'z joyi bilan xato qilmasdan aytib bergan. Aql bovar qilmaydigan darajada. Axir siz o'zingiz telefon raqamingizni almashtirsangiz, uni yodlab olish uchun kamida 2-3 hafta, hattoki 1 oy vaqt ketadi. Demak, bu zamon va makondan qat'iy nazar mavjud bo'lgan noyob iste'doddir. Qiziqarli tomoni shundaki, Imom Buxoriyga ishonmaydigan ba'zi odamlarning o'zlari ham Alexning sovrinni ko'tarib turgan rasmiga like bosib, u bilan faxrlanishadi. Ha, Alexni ko'zimiz bilan ko'rdik-ku, Buxoriyni esa hech qachon ko'rmaganmiz deyishadi.
va hech qachon hadislar masalasini tan olishmaydi. Kimga din kerak bo'lsa borib Qur'onga qarasin, shuni o'zi kifoya deyishadi. Nimalar deyapsiz janob, sarimsoq yeganmisiz deyman. Ha, men Iskandariya uslubida qizdirilgan jigar yedim, juda zo'r. Jigar yegansiz, to'g'rimi? Qur'onda o'lik hayvon go'shti va qon harom qilinganini bilasizmi? Siz yoqtirmayotgan hadislarda esa sizlarga 2 xil o'lik va 2 xil qon halol qilindi, baliq va chigirtka, jigar va taloq deb aytilgan. Shuning uchun birodar, hadis inkorchilari tomonidan aytilgan bunday gaplarga ishonib yurmang. Endi esa hikoyamizni boshlaymiz. Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn Mughira ibn Birdazaba. Ushbu buyuk inson hijriy 194-yil Shavvol oyining 13-kunida, ya'ni milodiy 810-yilning 20-iyulida juma kuni tug'ilgan. Imom Buxoriy Buxoro shahrida tug'ilgan. Bu shahar hozirgi O'zbekiston davlatida joylashgan. O'sha paytda bu mintaqaning nomi Xuroson edi. Oldin u yerdagi odamlar otashparastlar edilar. Islomiy fathlar sharq tomon yoyilgan paytda, ayniqsa Hajjoj ibn Yusuf davrida mashhur sarkarda Qutayba ibn Muslim boshchiligida bu yerlarga ham islom dini kirib kelgan. Muhammadning oilasi juda dindor edi. Otasi Ismoil hadis ilmi bilan juda qiziqqan, ilmga e'tiborli edi. Muhammaddagi hadisga bo'lgan qiziqish ham aynan mana shu sababli bo'lgan. Garchi otasi vafot etganida Muhammad hali juda yosh bola bo'lgan bo'lsa-da, u ilm yo'lini juda erta boshlagan. U maktabga borishni 10 yoshida boshlagan. O'sha paytlarda bu maktablar faqat Qur'on o'rgatish bilan chegaralanmagan, balki tafsir, aqida, sunnat va boshqa ko'plab diniy ilmlarni ham o'rgatardi. Muhammadning ko'rish qobiliyati yo'qolib, keyinchalik uni yana qayta ko'ra boshlaganligi haqidagi voqeaga shu yerda to'xtalib o'tamiz. Endi esa Muhammad ismli bu bolaning yod olishdagi iqtidori shu boshlang'ich maktabning o'zida namoyon bo'ladi. Uning yodlashi biz biladigan oddiy yodlashdan tamomila farqli edi. U biror narsaga ko'zi tushgan zahoti go'yo o'sha matn ko'zidan to'g'ri miyaga nusxa sifatida o'tib, xuddi skrinshot olingandek ongiga muhrlanib qolardi. U hatto o'qituvchilari bo'lgan katta shayxlarni ham hadislar isnodi va matlari jihatidan tuzatib turardi. Masalan, u atiga 11 yoshida, ya'ni hadis o'rganishni endigina boshlaganiga 1 yil bo'lgan paytida buyuk olim Imom Dohiliy dars o'tayotgan edi. Darsda u Sufyondan Abu Zubayrdan esa Ibrohimdan rivoyat qilingan deb aytdi. Shunda kichik Muhammad qo'lini ko'tardi va "Ey ustoz, Abu Zubayr Ibrohimdan hadis rivoyat qilmagan" dedi. Ustoz bu gapni tekshirganida chindan ham kichkina Muhammad haq ekanini, hadis isnodi xato aytilganini tan oldi. Isnod odamlar zanjiri nima degani o'zi tushuntirib bera olasizmi? Birodarim, isnod o'z nomidan ma'lum, falonchidan falonchi rivoyat qildi degan qatorlar, ya'ni hadis matnidan oldingi hadisni rivoyat qilgan odamlar zanjiri. Bu degani hozir aytiladigan so'zlar mana shu odamlar orqali rivoyat qilingan degani. Aslida bu juda ulkan ilmni talab qiladigan mavzu. Bunga keyinroq to'xtalamiz. Muhimi, Muhammad bor yo'g'i 6 yil ichida qancha hadis yod olganini bilasizmi? U 70 ming hadisni yod olgan edi. Tasavvur qilyapsizmi? U 16 yoshda tengdoshlarini, ustozlarini, hattoki davrining ayrim olimlarini ham ortda qoldirgan edi. Lekin janob, u shuncha hadisni yodlaguncha Qur'onni yodlasa yaxshiroq emasmidi? Axir hadislar Allohning so'zlaridan muhimroqmi? Ey birodarim, Muhammad bu hadislarni yodlashdan ancha ilgari Qur'onni to'liq yodlab bo'lgan edi. U Qur'onni butunlay yod olgan paytida hali atiga 10 yoshda edi. Muhimi, Alloh taolo bu faqir oilaga bir ne'mat ato etdi. Marhum otasining do'stlaridan biri kelib, "Bu pul otangizniki edi. U menga savdo qilish uchun berib qo'ygan edi. Men uni ishlatdim, foyda qildim. Bu sizlarning haqqingiz, marhamat" deb pullarni topshirdi. Endi esa onasi bu pullarni nima qilganiga bir qarang. Onasi pullarni olib Muhammadni va uning ukasi Ahmadni olib, hijriy 210-yilda, ya'ni milodiy 825-yilda haj safariga otlandi. Muhammad Makka shahriga kelib, u yerdagi olimlarni, ilm halqalarini, ulkan masjidlarni ko'rgan zahoti ichida bir qaror qabul qildi. U shu yerda qoladi va boshlagan ilmini davom ettiradi. Shunday qilib, onasi va ukasi Buxoroga qaytadi. Muhammad esa Makkada qoladi va aynan shu yerda Muhammadning Imom Buxoriyga aylanish yo'li boshlanadi. Endi bir tasavvur qiling, agar u masalan bugungi kunda Saudiya Arabistonida bo'lganida, borib Riyoz faslini, Turki al-Shayxni ko'rganida nima degan bo'lardi biz haqimizda? Iltimos, mavzudan chalg'imaylik, birodar. Muhammad Makkada nima qildi?
U yoshligini quvvatini Makka va Madinadagi ulamolarni qidirib yurishga, ulardan ilm olishga bag'ishladi. Ular nima bilsa yod oldi, xotirasiga jamladi, lekin bu bilan kifoyalanmay Misrga yo'l oldi. Undan keyin Iroq, Shom va Falastinga ham bordi. Bularning bari ilm izlash va shaxsiy kutubxonasini boyitish uchun edi, chunki uning kutubxonasi har kuni kengayib borayotgan edi. Buxoriyning ilm olgan manbalari va o'z hayotining gullagan yoshligini bag'ishlagan mashg'ulotlari, bularning barchasi 1080 nafar hadis rivoyatchisi, olim va muhaddislar edi. U ularning har biri bilan yuzma-yuz uchrashdi, har biridan bevosita hadis eshitdi. Imom Buxoriy 600 mingdan ortiq hadisni yod olgan buyuk hofiz darajasiga yetdi. Sizlar Sahih Buxoriy yoki 6 hadis kitoblari haqida gapiryapsizlar. Qayerdan chiqqan o'zi bu kitoblar? Payg'ambar zamonida bormidi bu kitoblar? Ana bu ham sizga kimdir aytgan yolg'onlardan biri va siz bu gapga ham hech tekshirmasdan ishongansiz. Hadis yozilishi payg'ambarimiz alayhissalom hayotlik paytlaridayoq boshlangan. Abu Hurayra, buyuk sahoba, o'zining shaxsiy sahifasiga 132 ta hadisni yozib qo'ygan edi. Eng mashhur yozma sahifa esa Sodiqo bo'lib, bu sahifani Abdulloh ibn Amr ibn Os yozgan edi. Unda 400 ta hadis bo'lgan. Bundan tashqari Ali ibn Abu Talib va Anas ibn Malik kabi sahobalarning yozib olgan hadislari ham mavjud edi. Demak, siz payg'ambarimiz sahobalarni hadis yozishdan qaytarganliklari haqidagi hadisni bilmaysiz, shundaymi? To'g'ri, payg'ambarimiz alayhissalom hadis yozishni ma'lum muddat man qilgan, lekin bu voqea islom da'vatining ilk bosqichlarida bo'lgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Qur'on matni boshqa narsalar bilan aralashib ketishidan qo'rqgan edilar. Chunki Qur'on o'sha vaqtda yodlanar, yoddan yozilar, yoddan aytilar edi. Ammo keyinchalik Qur'on yuraklarga to'liq joylashgach, shunda hadis yozishga ruxsat berilgan. Masalan, Abdulloh ibn Umar rivoyat qiladi: "Ey Allohning rasuli, sizdan bir gap eshitsam, uni yozib olishim mumkinmi?" Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam dedilar: "Ha, yoz. G'azablanganingizda ham, rozi bo'lganingizda ham yozaymi?" dedim. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ha, chunki men bu holatlarning har ikkisida ham faqat haqni aytaman." Bundan tashqari Termiziyning hadisda unutmaslik uchun yozib qo'yish kerakligi haqidagi hadisi bor. Shuningdek, Buxoriy va Muslimda ham yozib olish haqida mashhur hadislar ham mavjud. Xo'p, yaxshi, lekin siz Buxoriy 600 ming hadis yoz olgan dedingiz. Unda nega ularning hammasini kitobga kiritmagan? Axir kitobida bor yo'g'i 7300 ta hadis bor-ku. Bilasizmi, kimki hadis kitoblarini tanqid qilsa, u bu sohadagi eng oddiy ma'lumotlardan ham bexabar bo'ladi. Aslida Sahih al-Buxoriyda sahih hadislar soni 2760 bitta. Ammo Imom Buxoriy kitobni turli bo'limlarga bo'lgan, shunday qilib, bir hadisni turli boblarda bir necha marta takrorlagan. Ulamolar buni Buxoriydagi takrorlangan hadislar deb atashadi. Shunday qilib, jami soni 7593 ta hadisga yetadi. Lekin takrorlanganlarni olib tashlasangiz, aslida 2761 ta hadis qoladi. Unday bo'lsa 600 ming hadisdan qolgan 597 mingi qayerga ketdi? Buncha mijoz bo'lmasangiz, bu kitob nega Sahih al-Buxoriy deb nomlanganini bilasizmi o'zi? Bu zot har qanday hadis aytgan kishining gapini eshitardi, hech kimni rad etmasdi. Shuning uchun u 600 ming hadisni eshitgan. Endi keling biroz oldin aytilgan narsaga, ilmur rijolni, ya'ni roviylarni tekshirish ilmi va roviylarni ishonchli yoki zaif deb baholash ilmiga qaytaylik. Bu ikki ilm aynan Buxoriy va Muslimning boshqa hadis to'plovchilaridan ajratib turadigan asosiy narsa bo'lgan. Aynan shu narsa ularning kitoblariga sahih, ya'ni ishonchli deyilishiga sabab bo'lgan. Buxoriy hadisni olish uchun juda qattiq va talabchan shartlar qo'ygan edi. Masalan, u shunday der edi: bir hadisni keltirayotgan roviy o'zidan oldingi roviy bilan zamondosh bo'lishi shart. Ya'ni ular bir davrda yashagan bo'lishi kerak. Hatto bu bilan cheklanmagan. Bu roviy o'sha odam bilan yuzma-yuz uchrashgan, uni ko'rgan, u hadis aytayotgan paytda o'z qulog'i bilan eshitgan bo'lishi ham kerak edi. Bu ham yetmaydi. O'sha roviy ishonchli, adolatli, xotirasi mustahkam, taqvodor va ilmda puxta bo'lishi shart. Ulamolar hatto bitta roviy hadis aytilayotgan majlisda biroz mizg'ib qolsa ham, ehtimol biror so'z qulog'idan tushib qolgandir, ustiga o'zi nimadir qo'shib yuborgandir degan ehtimol bilan uning hadisini rad etishgan.
Men sizga hozir bu ulkan ilmni 2-3 so'z bilan sodda qilib tushuntiryapman xolos. Ammo bu shunchaki so'zlar emas. Bu ilmni o'rganish uchun bugungi kunda ham katta universitetlar mavjud. Bu borada hozirgacha ilmiy daraja, magistrlik va doktorlik dissertatsiyalari yoziladi. Aynan shu sababdan ulamolar odamlarni Sahih al-Buxoriyga ishonch bilan yondashishga chaqirishgan. Kechirasiz, lekin qanday qilib Buxoriy 600 ming hadisni ko'rib chiqib, faqat 2761 tasini sahih deb e'tibor qilib, 16 yil ichida shu kitobni yozib chiqqan? Ha, to'g'ri, Imom Buxoriy bir kuni buyuk olim Ishoq ibn Rohavayhning majlisida o'tirgan edi. O'sha paytda bu ulug' olim shunday degan: "Koshki kimdir Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahih hadislarini yig'ib, to'g'ri ishonchli bir kitob qilib chiqsa edi." Shunda Buxoriyning qalbida bu ishni qilishga eng munosib odam menman degan fikr tug'ildi. U darrov ishga kirishdi va nihoyat 16 yillik mashaqqatli mehnat, ilmiy tekshiruvlar, uzoq safarlar yozib olishlardan so'ng butun ulamolar guvohligi bilan u islom tarixidagi Qur'ondan keyingi eng ishonchli kitobni yozib tugatdi. Va men buni o'zimdan aytayotganim yo'q. Bu so'zlar Imom Ahmad ibn Hanbal, Imom Yahyo ibn Ma'in kabi eng yirik ulamolarning guvohliklaridir. Bu sizga ko'chadan yerto'lada yozib kelingan qalang'i-qasang'i gaplar emas. Shunda Buxoriy o'sha ikki og'iz so'zni eshitgan zahoti 600 ming hadisni tekshirishga kirishgan demoqchimisiz? Agar har bir hadisni tekshirishga 1 soatdan vaqt ketgan bo'lsa, demak unga 600 ming soat kerak bo'lgan. Bu esa 68 yil vaqt degani. Mana sizga matematik hisob-kitoblar. Endi ishonasizmi bularning barchasi uydirma ekanligiga? Ochig'ini aytsam, sizga achinyapman, chunki sizning bu gaplaringiz medianing yolg'onlarini takrorlab, o'zingizni kulgu qilayotganingizni ko'rsatmoqda. Ular televizorda ikki og'iz gapni aytishadi, qarshi fikr bildirish yo'q, faqat ma'lumot berish. So'ng esa efirni yopib, uylariga borib yotib olishadi. Lekin siz esa bu yerda o'tiribsiz va birinchi epizoddan beri miyangiz butunlay yuvilib bo'ldi. Ular sizga shunaqa tasavvur berishgan, go'yo Imom Buxoriy oddiy elektrchi yoki duradgor bo'lgan, keyin birdaniga qani hadis ilmi bilan shug'ullanaman deb qiziqib qolgan. E'tibor bering, men bu kasblarni masxara qilish uchun aytmayapman. Allohga hamdlar bo'lsin, men o'zim ham bu ikki kasbda ishlaganman. Gap shundaki, Imom Buxoriy avval boshqa narsaga qiziqib yurgan emas. U bolaligidan faqat va faqat ilm bilan band bo'lgan. Uning Sahih al-Buxoriydan tashqari yana 20 dan ortiq asarlari bor va aytgancha bu kitobning to'liq asl nomi quyidagicha: Al-Jomi al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min umuri Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va sunnatihi va ayyamihi. Lekin undan ham avvalroq Imom Buxoriy rahmatullohi alayh atiga 18 yosh bo'lganida At-Tarix al-Kabir, ya'ni Katta tarix nomli kitobni yozgan. Bu asarda u hadislarni rivoyat qilgan roviylarning tarjimai holi va tarixini jamlagan edi. Va bu ishni u Sahih Buxoriyni yozishidan ancha oldin qilgan. Demak, siz aytgandek, bu kishi tasodifan hadis ilmini tanlab qiziqib qolgan emas. U bu ilmga bolaligidan botib ketgan. Hattoki otasi va otasining otasi ham hadis rivoyat qilgan kishilar edi. Ular Imom Malik va Abdulloh ibn al-Muborak kabi ulug' olimlardan hadis rivoyat qilishgan. Siz buni tasavvur qilyapsizmi? U noldan boshlamagan. U ilmning eng yuksak nuqtasidan boshlagan edi. Shu bilan birga o'sha 600 ming hadis faqat shundan iborat emas edi. Ya'ni bir hadis 300 xil isnod bilan kelsa, u 300 ta hadis sifatida hisoblangan. Demak, aslida bu sonlar ichida ko'p takrorlar bor edi. Bu narsalarni tushunib oling. Bu miyangizni yuvish uchun bo'lgan aldovlardan saqlaydi. Nihoyat Imom Buxoriy Buxoroga qaytadi, ammo u yerda turli sinovlar va fitnalarga yo'liqdi. Dastlab buxoroliklar u kelganida unga munosib ehtirom ko'rsatishdi, chunki u o'z zamonasining yulduzi, islom dunyosidagi eng ulug' zotlardan biri edi. U shaharga kirib kelayotganida odatdagidek odamlar uning ustidan kumush tangalar, dinorlar va hatto shirinliklar sepishardi. Bu ularda mehmonni qutlash an'anasi edi. O'sha davrda Xuroson amiri Xolid ibn Ahmad az-Zuhali degan kishi edi. Amir Xolid Imom Buxoriy haqida eshitganida xursand bo'lib, "Voy, bizda yirik bir alloma bor ekan-ku", deb darrov uni saroyga chorladi va "Qani kitoblaringizni olib keling, saroyda men va bolalarimga hadis aytib berasiz", dedi.
Imom Buxoriy esa odob bilan lekin qat'iy javob berdi. Janob, bu ilm odamlarga borib aytiladigan narsa emas. Bu ilm uchun izlab yo'lga chiqiladi. Siz va farzandlaringiz mehmon bo'lib, uyimga kelsangiz, boshimga ko'tarib qabul qilaman. Bu so'zlarni eshitgan Amirning yuzi o'zgarib ketdi. To'g'rida, agar bu gapni oddiy insondan eshitsangiz qanaqa ta'sir qiladi? Bu Amir bo'lsa, shubhasiz jahli chiqadi-da. Xullas, Xolid ibn Ahmad Imom Buxoriyga qarshi fitna boshladi. Unga qarshi Naysaburdan kelayotgan eski mishmishlarni qayta ko'tara boshladi. Shu bo'xtonlar orqali u Buxoriyga bosim o'tkaza boshladi. Nihoyat u Imom Buxoriyni Buxorodan quvib chiqardi. Shunday qilib Imom Buxoriy o'z yurtidan quvg'in etilgan holda majburan yana hijrat qildi. Bu safar u Samarqand yaqinidagi Hartang degan kichik qishloqqa ketdi va u yerda qarindoshlariga joylashdi. Ammo bu yerda uning sog'lig'i nihoyatda yomonlashdi. Bir kuni tahajjud namozidan keyin odamlar uni tun qorong'usida shunday deb duoga qo'l ochib, yolvorayotganini eshitishdi. Allohim, yer o'zining kengligi bilan menga tor bo'lib qoldi. Meni o'z huzuringga ol. Bu og'ir azob-uqubat, bosim va qiyinchiliklar ichida ham Imom Buxoriy tinchlik topolmadi. Chunki samarqandliklar ham yangi fitnaga sababchi bo'lishdi. Ular ikki guruhga bo'linib ketdi. Bir taraf, bu odam bid'atchi, uni shahardan haydanglar deyishdi. Ikkinchi taraf esa, bu Imom Buxoriy-ku, sizlarga nima bo'ldi? Allohdan qo'rqinglar deyishdi. Ey birodarlar, o'zingizni shu insonning o'rniga qo'yib ko'ring. Butun umrini sunnatni himoya qilishga bag'ishlagan yoshi ulug' bir allomaga bid'atchi deganlar chiqmoqda. Uni shahardan chiqarib yuborishni talab qilishmoqda. Oxiri Imom Buxoriy bu holatga barham berishga qaror qildi. U o'zida biroz kuch to'plab, ust-boshini kiyib shahardan biroz nariga yurishga harakat qildi. Faqat bir necha qadam yurib, tinch joyda qolish uchun. Ammo yurarkan birdan badanidan ter chiqib, nafas olish qiyinlashdi. U yiqilib ketay deganda odamlar uni tutib qoldi. So'ng u ularga oxirgi so'zlarini aytdi. Olib boringlar, olib boringlar. Men zaiflashdim. Bo'ldi, endi kuchim qolmadi. So'ng qo'lini ko'tarib duo qilishni boshladi. Allohga yolvordi, duo qildi. Nihoyat oxirgi nafaslari ham to'xtadi. Uning ruhi egasiga qaytdi. Bu voqea Shavvol oyining 1-kuni Ramazon hayitining shanba kechasi, Hijriy 256-yilda, milodiy 870-yil 1-sentyabrda sodir bo'ldi. Imom Buxoriy 62 yoshda vafot etdi. Alloh unga rahmat qilsin. Alloh taolo u zotni o'z yurtidan quvib chiqarganlardan o'ch oldi. Xolid az-Zuhali amirlikdan tushirildi, quvildi va xorlandi. Imom Buxoriyga zulm qilgan har bir kishi mol dunyosida, obro'sida, uyida va naslida baloga uchradi. Tarix buni yozib qoldirdi. Shu bilan birga Alloh Buxoriyning nomini yuksaltirdi. Xuddi o'sha voqealardan keyin uning ismi tarixga abadiy muhrlandi. U payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning eng ishonchli hadislarini jamlagan zot sifatida tanildi. Alloh Imom Buxoriyga rahmat qilsin va maqomini ulug' qilsin va unga o'limidan keyin ham hurmatsizlik qilmoqchi bo'lganlarni xor qilsin. Xuddi hayotida unga ozor berganlardan o'ch olganidek. Shu bilan Imom Buxoriy rahimahulloh hayoti haqidagi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.